Oldin televideniyada kino ko'rib o'tirsak, bema'ni joyi chiqib qolsa kesib tashardi. Shunaqa kesardi. Yigit bilan qiz tanishgan joydan kesib, bolali bo'lgan joydan ulab qo'yishardi. Biz bola kimdan bo'lganini bilmay qolardik. Hozir televideniyega kelyapti, xotin so'rab, er so'rab. 72 ga kirgan chol kelibdi. 60 ga kirgan xotinni ko'rsatsa, qari yo'q deydi. Yoshroq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Yoshrog'iga ham yoshroq kerak. Men o'g'aynim 4-ga uylanyapti, tanlashga balo bormi? Ha berganni olib ketaver. O'zi 4-ga uylanyapti. Ammo xolasiga qo'shib biz ham qiz qidiryapmiz. Bo'ylari uzun bo'lsin deydi. Naqasan bo'y uzunni? Lamchiga almashtiradimi? Basketbol o'ynaydimi? Oppoqqina bo'lsin deydi. Oppoqqinasi bo'lmaydi senga dedim. Oldingda tursa ola-bula bo'lib qolasizlar-ku dedi. Oxirgi gap ortib tushdi. Qiz bola bo'lsa yaxshi edi deydi. Ko'ning ko'chasi. O'zi o'g'il bolamisan dedim. Ha to'g'ri-da, 3 marta uylangan o'g'il bola bo'ladimi endi? Ha qiz bola turmushi buzilsa, Xudo ko'rsatmasin, juvon bo'ladimi? O'g'il bola ham turmushi buzilsa, juvonmak bo'ladi.